Tashlavering. Ana. Necha puldan qilib berasiz? 20 mingmi? 20 ming so'mdan tashlang, bitta irg'itingchi. Ha, balandroq irg'itaveradi. Ularga 10 kun oldin polistrobloy stanovini o'rnatib bergan edik. Mana xudo xolasa 800 ta mingta chiqarishibdi, tayyorlashibdi. O'ta zo'r holat. Assalomu alaykum hammaga, hurmatli obunachilar. Bugun biz Quva tumaniga kelganmiz. Bu yerga 10 kun oldin polistrobloy stanovini o'rnatib bergan edik. Mana xudo xolasa 800 ta mingta chiqarishibdi, tayyorlashibdi. O'ta zo'r holatda chiqibdi polistrobloylar. Ko'rishingiz mumkin. Sifati zo'r, razmerlari bir xilda, yangi qoliplar hammasi. Manzilimiz Farg'ona viloyati Quva tumanida Sharxon yo'limi bu? Sharxon yo'li. Nomerni ekranga qo'yib qo'yaman. Kimga shunaqa polistrobloy kerak bo'lsa, Andijondan ko'p so'rashganda, Andijon Quva bemalol telefon qilib zakaz berishingiz mumkin. Hozirda 1000 ta tayyori bor ekan. Mana qoliplarimiz yangi holatda. Muhammad Rasul necha pul endi polistrobloy bo'lishini aytavering. Necha puldan qilib berasiz? 20 mingmi? 20 ming so'mdan berishar ekan. Bemalol kelib, o'ta zo'r narxlarda biz o'zimiz ham chiqaramiz. 22 ming so'mdan sotyapmiz hozirda. Bizda endi klient ko'p. Mana akamiz yangi boshladi. Shuning uchun 20 ming so'mdan qilib berar ekan. Sifatini bemalol kelib, ko'rib, kuvalda bilan urasizlar, mix qoqib, hammasini ushaveradi. Olib ketishingiz mumkin. Hozirda 1000 taga yaqin tayyori bor ekan. Mana o'sha polistrobloyning mishalkasi bo'ladi. Mana polistrolni o'zi bo'ldi, ochmay qo'ying. Mashg'ul etdik. Buni har bittasiga 10 kilodan oshiqroq sement tushyapti. Baquvvatligi o'ta zo'r. Kelib, tekshirib, bemalol xarid qilishingiz mumkin bo'ladi. Ekranda nomerlarga telefon qilaverasizlar. Buni tashab ham ko'rdingizmi? Bitta tashab ko'ramizmi asfaltga? Tashlang, bitta irg'itingchi. Ha, balandroq irg'itaverasiz. Tashlavering. Ana. Hech narsa bo'lgani yo'q. Polistrobloy shuning uchun o'ta baquvvat bo'ladi. Buni ikkinchi etajdan tashlab yuborsangiz ham sinmaydi, gazobloyga o'xshab. Kelib bemalol ko'rib, otib ko'rib olib ketaverasizlar. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.